endi Joni aka, shu desiz, men uyda ishlariga, ko'chada bizneslarim bo'lib, vaqtim bo'lmaydi. Shunga uyga bitta yordamchi olsak. Asalcham albatta kerak. Yoshroq bo'lsa, chaqqonroq bo'lsa, undan ham yaxshi bo'ladi. Kerak. Asalcham, choy-poy olib kelmaysanmi? Qornim ochdi. Ana zakaz qilgan oshingni ham olib kel, yevoramiz. Mana Jonjon, sabr qilmaysiz, ozgina sizga issiq choy damlab qo'ydim. Samikina. Voy, esim qursin. Men sizga bir surprizim bor. Hozir. Nima bu, topingchi? Tadam! iPhone'mi? Mana ham bo'laverardi, asalcham ovora bo'libsan deb, lekin rahmat kattakon. Jonim, mazza qilib ishlating. Atak uyda mamundek qilib o'tirsangiz, undan ham zo'rlarni olib beraman sizga. Albatta asalcham, o'zi uydan ko'chaga chiqmasam, chiqsam ham musor tashlagani chiqaman. O'zi aqlli yigitman, bilasan-ku. Mayli jonim, siz o'tirib turing, men hozir makiyajlarimni yuvib, tayyor bo'lib chiqaman. Xo'p, tezroq bo'l, asalcham. O'zimni jonim.